Bo'ldi, bu mahallaga boshqa quyosh paneli stansiyasi qo'yilmaydi. Quvvat yo'qotilishi paydo bo'ladigan mahalda elektr toki o'tkazmay qo'yadi. O'tkazgichlarda qizishiga, o'tkazgich joylarini qizib, invertorda buzilishiga nosozliklarni keltirib chiqaradi. Transformator tipi deymiz, transformator quvvati to'ldi. Ya'ni liniyalarimiz ko'tarmaydi. Puliz bo'lgan taqdirda ham qurishga imkoniyat berilmaydi. Chunki ruxsat berilmayapti hozirgi kunda. Elektr energiya va gazni narxi oshyapti. Shuning uchun elektrga bo'lgan talab yana ham oshishi mumkin. Narx ko'tarilyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biz kuzatib borayotganlar. Biz hozir Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidamiz. Vodil hududida biz hozir Shahmardonobod MFEda turibmiz. Shu xonadonga 20 kilovatli Solix invertor bilan 20 kilovat Jinko panellarni qo'yib berganmiz. Ya'ni 32 ta dona 620 wattdan iborat quyosh panellarini qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda ushbu xonadonga subsidiya ajratildi. Subsidiyamiz 9 million so'm atrofida. Ya'ni 9 million so'mani ekonom qilib qoldi. Endi bu mahallada umuman quyosh paneli qo'yib bo'lmaydi. Sababi ushbu 20 kilovatli quyosh panel stansiyamiz bilan, ya'ni transformator tipi deymiz, transformator quvvati to'ldi. Ya'ni liniyalarimiz ko'tarmaydi. Sababi agar sizda mahallangizda quyosh paneli qo'yilgan bo'lsa, qancha quvvatligiga qarab, transformatorga qarab hamda liniyalarga qarab quvvatlar o'lchanadi. Agar siz quyosh panel stansiyasini uyiga qurmoqchi bo'lsangiz, agar siz avvalambor elektr tarmoqlar korxonasiga uchrab, ya'ni texnik shart olishingiz kerak bo'ladi. Texnik shart olish onlayn tartibda amalga oshiriladi. Onlayn tartibda subsidiyani ham rasmiylashtirishga yordam beramiz. Shuningdek, nimaga avvalambor mahallangizda kuzatgilar deyapmiz? Mahalladagi quyosh paneli qo'ygan bo'lsa, sizniki sig'may qolishi mumkin. Shu sababli siz agar quyosh panel stansiyasini qurishni o'zingizga rejalashtirayotgan bo'lsangiz, tezroqda harakat qilib, avvalom birinchilardan bo'lib qo'yib olishga harakat qilinglar. Sababi aytib o'tganimdek, transformatorning quvvati to'lgan bo'ladi, liniyalar ko'tarmaydi. Shu sababli sizga agar puliz bo'lgan taqdirda ham qurishga imkoniyat berilmaydi. Chunki ruxsat berilmayapti hozirgi kunda. Shuningdek, bilib qo'yishlaring muhim bo'ladi. 1-iyundan sanasidan 2026-yildan elektr energiya va gazni narxi oshyapti. Shuning uchun elektrga bo'lgan talab yana ham oshishi mumkin. Narx ko'tarilyapti. Ya'ni quyosh panellariga bo'lgan talab oshishi mumkin. Shu sababli qo'ydirishga imkon qadar tezroq harakat qilinglar. Bu birinchisi. Ikkinchi sababi, ya'ni sezon kelyapti. Yoz oyida yaxshi generatsiya beradi. Shu sababli ertaroq harakat qilib qo'ydirganlaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir biz ushbu xonadonga bir qator qilgan ishlarimizni, mutaxassislarimiz qilgan ishlarni bir qator nazoratdan o'tkazib, monitoring ko'rsatib, servis qilgani keldik. Shu sababli hozir servis xodimlarimiz bir qator ko'rib, qabul qilib olishadi. Xo'p, shuningdek, ushbu xonadon egasi safarda bo'lgani uchun syomka qilishga imkoniyati bo'lmadi ular bilan. Biz o'zimiz sizlarga batafsil ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz. Solar Pro kompaniyasining asosiy maqsadi mijozlarga barqaror, stabil ravishda ishlab turadigan stansiyalarni o'rnatib berish. Shu sababli bizda mutaxassislarimiz jamoamiz juda optimal, ya'ni shakllantirilgan. Shu sababli hozirgi kunda servis masalasida, boshqa jarayonlarda, monitoringda, ustanovka jarayonlarida biz imkon qadar mukammal ishlashga harakat qilamiz. Bundan tashqari biz hujjatlarga ham albatta e'tibor beramiz. Hujjatlar birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Kafolat hujjatlari, servis hujjatlari, shartnomalar. Shu sababli hozir shu mijozimizga ham biz ushbu hujjatlarni taqdim qilib qo'yamiz. Hozir biz barcha hujjatlarni olganmiz. Kafolat hujjatlari, soliqqa beriladigan imtiyozlar. Biz soliqqa beriladigan imtiyozlarni qaysi qarorga asosan berilganligini mijozlarga ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Soliq organlariga borganda, ya'ni 2023-yildagi fevraldagi 50 sonli qarorga asosan 3 yilga yoki gibrid invertorni, gibrid stansiyasini o'rnatgan bo'lsa, 10 yilgacha yer va mulk soliqidan ozod etilishi bo'yicha prezident qarorini biz taqdim qilamiz. Mijozlarimiz soliq organlariga borib bemalol shu imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Hozir syomkaga kelgach, syomka jarayonida biz ustalarimizni qilgan ishlarini bir qator tekshirib, mana mutaxassisimiz buni bir qator qabul qilib oladi. Bu syomka jarayoni shunga bahona bo'ldi. Har safar syomkaga borgach, imkoniyat qadar harakat qilamiz. Borib, ko'rib, bir qator qabul qilib olamiz. Bizning Solar Pro kompaniyamizning injeneri Asadbek ishlarni bir qator ko'rib, nazorat qilib oladi. Assalomu alaykum hammaga. Hop, ushbu 20 kilovat quvvatli fotoelektrik stansiyamizni texnik ko'rikdan o'tkazishga kelganmizni mana holatlarini ko'rishingiz mumkin.
barcha kerakli kuch quvvat kabellarimiz invertordan chiqishlarimiz kabellarda o'zining standartiga asosida amalga oshirilgan. Qulaylik to'g'ri surish maqsadida mijozlarimizga 3 fazali voltmetr o'rnatilgan. AC va DC taraflariga chaqmoq va yashindan kuchlanishlarni saqlashlardan himoya uchun SPD, ya'ni uziplarimiz qo'yilgan. Bundan tashqari shitda yong'inni saqlash uchun har bir shitimizga qo'shimcha yong'in saqlash qurilmalari o'rnatilgan. Bu shitimiz o'zi norma bo'yicha kafolat asosida yig'ilgan. Shuningdek, mana fotoelektrik stansiyamizga, invertorlarga har doim invertordan chiqishga biz kabel ishlatamiz. Sababi alyumin kabellardan foydalanilganda yuqori quvvat o'tishdan so'ng alyumin kabellar o'tkazgichlar o'zida shishish va shishishdan so'ng yana qaytadan o'z holatiga qaytadi. Bu esa o'tkazgichlarda qizishiga, o'tkazgich joylarini qizib, invertorda buzilishiga, nosozliklarga keltirib chiqaradi. Bundan tashqari mana ishlatayotgan kabellarimiz ham o'zining norma bo'yicha 1/4 yoki 1/6 PV1 standartiga infraqizil turli xil tashqi omillarga chidamli bo'lgan 2 qavat naylon izolyatsiyali kabellardan foydalaniladi bizda. Ular to'g'ridan-to'g'ri olov ta'sirida olinganda o'zi avtomatik o'chadi, ya'ni low smoke degan texnologiyadan foydalanilgan. Keyin tarmog'imizni avtomatik ulanish joyida ham doim lujinli, ya'ni qalaylangan nakonechniklardan foydalanilgan. Bu esa kontaktni doimiy mustahkamligini ta'minlaydi. Hop, hozir ko'radigan bo'lsak, hop, havomiz ozgina bulutlik, lekin biz shunda bemalol gruppalarimiz solishayotganini ko'rishimiz uchun DC ampermetrdan ko'rishimiz mumkin. Qanchadan tok o'tyapti? Mana 2 amperdan oshiqroq tok o'tyapti. Agar gruppalarimizda qaysidir muammo bo'lsa yoki saqlagich kuyib qolsa, quvvat yo'qotilishi paydo bo'ladigan mahalda elektr toki o'tkazmay qo'yadi yoki bular noto'g'ri ulangan mahalda bir-biriga gruppalardan tok oqishi mumkin. Bu narsalar nazorat qilib boriladi. Solar Pro kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan barcha quyosh fotoelektrik stansiyalarimiz yagona monitoring tizimiga ulanib, doimiy 24/7 nazoratda saqlanadi. Solar Pro kompaniyasidan quyosh panel stansiyalarini o'rnatgan mijozlarga biz kelgusida issiqlik nasoslarini o'rnatgan taqdirda biz ularga skidka beramiz, ya'ni voucher beramiz, ya'ni narxidan chegirma asosida issiqlik nasoslarini o'rnatib beramiz. Agar sizga shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Biz 24/7 aloqadamiz.